Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Hayotning har lahzasidagi go'zalliklarni his qilib, hikmat axtarib, ezgulik ulashib umr kechirayotgan qadrdonlar. Har biringizga mustahkam sog'lik, xotirjamlik va albatta omad tilab dastur taqdimotiga kirishamiz. Studiyada boshlovchi Ma'murjon Abdiyev. Haqidagi hikoyalarni tinglash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni shu bugungi eshitib turgan jamiki shu mahalla kanalining aziz muxlislari, shu bizni chiqishimizga avvalo e'tibor qaratib turganingiz uchun katta rahmat. Endi meni tug'ilgan joyim Toshkent viloyati Toshkent tumani, hozirgi shu Bog'bon mahallasida tavallud topganmiz. Oddiy ishchi oilasida Qo'rg'onboyev Erisuvoy bo'lganlar, odamlar. Onamlarning ismlari Zuhra opa. Biz oilada 3 ta farzand bo'lganmiz. Men eng kenja farzand bo'lganman. Meni shu ilk xotiralarim endi esimni taniganimdan boshlab shu endi bizda shu ko'rish imkoniyati cheklangan bo'lgani uchun bilmadim, endi ko'p narsani eshitish orqali ilg'aganmiz, endi ovoz orqali. Radio endi asosiy bizni yo'l boshlovchimiz bo'lgan desam ham adashmayman. Radioda endi shunaqa yaxshi eshittirishli bo'lib qolsa, hattoki ikkita radioni baravar qo'yib yuborib ham eshitgan paytlarimiz bo'lgan. Mana endi shu ko'proq shu adabiy saviyamni shakllanishida radio yordamchi bo'lgan desam adashmayman. Maktabga qadar va maktab davrlari yodga tushganda. O'sha maktabga tayyorlov jarayoni bog'cha bo'lardi. O'sha bog'chaga borganmiz birinchi. Maktabga tayyorlov nimasida o'qitgan Naim opa degan bog'cha mudirasi bo'lardilar. Juda ham bir boshqacha ayol edilar Toshkent shahrida. Shu biz o'zimizni ko'zojizlar maktabi bo'lardi. Ota-onam o'sha maktab borligini eshitib qolishgan. Biz uchun maxsus shu ko'zojizlar maktab borligini. O'sha maktabga endi olib borishgan. Maktabga chiqqanimizda Mastura opa Alimova degan o'qituvchimiz bo'lganlar. Ko'z ojizlar uchun maxsus chiqarilgan o'sha Braille alifbosida ta'lim olganmiz. Endi o'sha paytda o'sha Mastura opam o'zlari o'sha grifilni qanday ushlashni o'rgatganlar, yozish, o'qishi. Bizda endi yozish jarayoni o'ngdan chapga qarab yozilib, o'qilganda chapdan o'ngga qarab o'qiladi. Tez o'rganib ketganman. O'qituvchimiz o'sha birinchi Mastura opa o'sha menga o'rgatganlar, keyin onamlarga tushuntirganlar uni qanaqa nima bo'lishini. O'sha maktabda ozgina o'rganib, keyin u yog'ini yana uyga kelganda uyda ham ozgina onamlar bilan shug'ullanganmiz. Endi o'rganish nima desam endi men qiynalmaganman, endi agar ustozlar qiynalishmagan bo'lsa, endi menga o'rgatishga maktabda endi yaxshi o'qiganmiz. Sozning sadolari, taronalarning jozibasiga Jajji Bahodirdagi qiziqishning namoyon bo'lishi. Televideniya orqali ustoz san'atkorimiz Orif Qosimov degan dutorchi ustoz bo'lardilar. Shu dutor chalib chiqqanlarda endi o'sha dutorni men eshitib o'tirganimda mendan so'rashgan ekan, endi 4 yoshli paytimda eslayman o'zim ham shuni aytib berishadi. Senga ham shunaqa soz olib bersak chalasanmi deyishganda, menga rubob olib bersanglar chalaman degan ekanman. Endi o'sha paytda endi ota-onamiz maslahatlashib kichkinaroq buni o'rganishga qulay rubob olib beramiz deyishganda, yo'q, menga haqiqiy rubob olib berasizlar. Men katta rubobni o'rganaman degan ekanman. Endi eng qizig'i otam ham onam ham hech qanaqa musiqadan xabarligi yo'q. Endi o'sha musiqa do'koniga borishgan, ruboblarni ko'rishgan, endi qanaqa rubob sotib olish kerakligini ham bilishmaydi. Hattoki sotuvchilar chalib ko'ringlar desa, "Biz chalishni bilmaymiz" deb bitta rubob olib kelishgan. Rubob olib kelib berishgandan keyin meni tog'am bo'lardilar. Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdilar. Zafar tog'amiz bo'lardilar. Shu Zafar tog'am kelib, endi o'sha paytda ko'pchilik sohasi boshqa bo'lgan odamlar ham ko'pchilik rubob chalishni bilishardi. Meni eslashimcha, xonadonlarda rubob, doira, sozi bo'lardi. Ular chalishni bilsa, bilishmasa. O'zligi chalishmasa ham, masalan, kelgan mehmonlar o'sha sozni chalib, o'sha davralarda o'tirganda bir-biriga bir kayfiyat ulashib, qanaqadir bir jarayonlar bo'lardi. Endi o'sha nimalarning ichida katta bo'lganmiz biz. O'sha Zafar tog'am rahmatli kelib, birinchi o'sha meni rubobimni sozlab, rubobni qanday ushlashni menga tog'am o'rgatganlar. Maktabga chiqqanimda men rubob chalishni ancha bilardim. Keyin maktabda o'sha Rixsoy aka Zokirov degan o'qituvchi bo'lganlar, endi ozgina shug'ullanganlar. Ba'zi sabablarga ko'ra endi ular bilan ko'p shug'ullanmaganmiz. Keyin shu o'zimizni tomonda shu Baxtiyor aka Ismoilov degan o'rta maktabda dars beradigan musiqa o'qituvchi ustozimiz bo'lardilar. Hozir qarali gashtini suryaptilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Nafaqat menga, o'sha bizning tomondagi barcha san'atkorlarga shu o'zining yo'lini topib, o'rnini topishiga hissalari bo'lgan, mehnatlari singan ustoz san'atkorimiz bo'ladilar. Hali ham shu bizlarni duoyimizni qilib, bizga hali ham yo'l yo'riq ko'rsatib turadilar. Maktab sahnasidagi ilk ijro va u taqdim etgan quvonch va hayajon haqida. Maktabda endi bizda turli bayramlar bo'lardi. Endi o'sha payt ko'proq shu sozandalik qilganman. Shu o'zimiz o'sha alifbe bayramlarda shuncha rubob chalib, shu bir nimalarda ishtirok qilganmiz. Birinchi o'sha joyimizdagi qo'shiq aytgan bolalarga sozandalik qilganman. Shu bir qo'shiq bo'lardi. Qo'shiq aytsam shodligidan bag'riga bosib. So'z esimdan chiqdi.
onajon o'sha qo'shiqqa men sozandalik qilganman. Yonimda o'sha bolalar qo'shiq aytishgan. Endi juda ham hayajonli bo'lgan. Endi bir boshqacha bir menga shunchalik bir nima yuklandi. Men shuni qanday bo'lmasin chalib berishim kerak edi. Albatta mas'uliyat his qilib, o'sha qo'shiq ijro qilinib bo'lishi bilan endi zalda bir qarsaklar bo'lganda bir meni ustimdan bir tog' ag'darilganday bo'lib, qanaqadir xursandchilik bo'lgan edi o'sha ijro bo'lgandan keyin. Birinchi marta shu bo'lgan. Onamlar kelganlar o'sha bayramga, ular ham xursand bo'lishgan. Birinchi o'sha sahnaga chiqqanim shu bo'lgan. Qo'shiq aytish shu 10 yoshlardan boshlangan. Tadbirlarda endi albatta u paytda o'sha bolalarning o'ziga yarasha nimasi bo'lardi, qo'shiqlari bo'lardi. Endi shularni aytganimizda keyinchalik o'zimizdan shu qarindosh urug'larning ichida ma'lum bir o'sha o'zimiz uydagi davralarda shu Kamoliddin aka qo'shiqlardan aytganman. Maktabda o'rgatiladigan fanlar oz emas, lekin ularning ichida bolaning ko'ngliga juda yaqini, alohida qiziqish bilan o'rganadigani oz bo'ladi. Maktabdagi endi shu ona tili adabiyot fani bo'lardi. Endi shunga qiziqib nima qilganmiz. Maktabdagi ustozlarimiz albatta bir o'zgacha bir mehr muhabbat bilan ta'lim berishardi albatta bizga. Shu Akrom aka degan ustoz bo'lardilar. Gulsara opa degan ayol o'qituvchimiz bo'lardilar, shu ona tili adabiyotdan, boshqa nimalardan dars beradigan. Muyassar opa degan o'qituvchilarimiz bor. Ko'pchilik o'qituvchilar bo'lishardi. Men ko'proq shu ozgina qatnab o'qiganman. Chunki bu ozgina sal shart-sharoit endi o'sha paytda ko'z ojizlar uchun ozgina shart-sharoit to'g'ri kelmasdi. Hovlilarda endi har xil bir nimalar bo'lardi. Endi bir ikki o'sha yotoqxonada qolgan jarayonimizda o'sha nima deydi, ariqlarga tushib ketib, oyoq kiyimlarimiz ho'l bo'lib qolib ketgan joylarimiz bo'lgan. O'shandan keyin endi ota-onam ko'proq olib borib olib kelib o'qitishgan. Hovlida o'zimiz bilgan joylarda endi o'zimiz uylarning darvozasining oldida albatta o'ynardik. Endi o'zimiz qarindosh urug'i, qo'ni-qo'shnilar bolalari bilan. Men endi nima deydi, yugurib boshqa nima qiladigan o'yinlarda endi ishtirok qila olmasdim. Endi bizda o'sha tez aytish, boshqa har xil nimalar bo'lardi. O'shalarda o'ynardik. Oila boshliqlarining o'ziga xos tarbiya uslublari. Albatta endi bir yomon nima qilib qo'ysak ham endi albatta jazoni ham olardik. Endi nima deydi, me'yordan o'tkazib yuborsak albatta kaltak ham yeganmiz ozgina. Endi ko'proq tushuntirish olib borishardi. Endi mana qilsang bundoq bo'ladi, buni qilsang bunaqa bo'ladi, ko'p narsani tushuntirishardi. Endi alohida e'tibor deganda nima desam bo'lardi? Endi shu yurish turishimizga endi bolalarga tayyorlashardi, qarab turgan, qoqilib tushmasin, yiqilmasin degan nimalar bo'lardi. Lekin tarbiya jarayonida bu yoqdagi o'sha oiladagi farzandlarga qanaqa nima bo'lgan bo'lsa, bizdan ham shu narsa talab qilinardi, shu narsa aytilardi. Mana bu narsa yomon, mana bu narsa yaxshi deb bizga ham shu bir xil tushuntirilardi. Endi biz yoshligimizda endi otam onam o'sha ishga chiqib ketishgan payti endi biz o'zimizcha ko'nglimizga nima kelsa o'shani qilib ko'rardik. Endi uyimiz bir pastdekkina uy bo'lardi. Bir kichkina narvon bilan tomga chiqardik. Shu tomni bu yoq boshidan narvonda chiqsak, narigi boshiga o'tganimizda uzun terak bo'lardi. O'sha terakni mahkam quchoqlab turib sirg'anib tushib o'ynardik. O'sha paytda endi bu yoqdagi o'sha akam, opam bo'lishardi. Ular birinchi boshlashgan bo'lsa, u yog'ini men davom ettirardim. Ularning ketidan men ham chiqardim, chiqarishmasa janjal qilardim. Endi o'shanda bir kun chiqimiz yoz payti bo'lgan, endi kun issiq payti. Endi kiyimlarni yechib tashlamiz deb o'shanda bitta shu nimada hali terakdan sirg'anib tushib ketib qolmas. Endi terakni mamda ushlaganimizda endi terakning o'rtasida bo'lgan o'sha ko'zlari bo'lgan. O'sha endi meni nimamni ko'krak qismini ozgina ishlab ancha jarohat yetkazgan menga. Endi darrov ota-onalar kelishguncha katta opam bo'lardi. Endi qo'ldan kelgancha darrov u doktorlik qilgan, dori-darmon qilib, yaxshilab bog'lab, endi ancha uncha sho'x bo'lganmiz. Kelishganda agar men jim o'tirgan bo'lsam hayron qolishardi. Nimadir ish qilgan bo'lardim-da jim o'tirgan bo'lsam. Ha, jim o'tiribsan deydi. Yo'q, o'zim dedim. Kunduzi hech narsa bildirmadik, amalladik. Endi kechqurun endi uyquga yotish payti hammamiz kirib sekin kiyimlarni yechganimizdan keyin haligi ko'ringan, nima bo'ldi?" deb so'rashgan. Ha, shunaqa bo'ldi deb keyin hammasini bo'ynimizga olganmiz, mardlarcha. Albatta keyin ota-onam urishgan endi. Nimaga bunaqa qilasizlar? Yiqilib tushsang nima bo'lardi? Endi mana shunaqa tanbehlar berishgan. Shu bilan yodiga o'sha narvonlar olib tashalgan. Tomga chiqish umuman taqiqlangan bizga. Qiziqarli paytlarimiz bo'lgan endi. Bolalikdagi do'stlikning mustahkam rishtalari. Albatta maktabdosh do'stlarim bo'lgan. Endi hozir ham telefon orqali ko'p aloqada bo'lib turamiz. Endi Qo'qondan, boshqa viloyatlardan endi bizda o'sha o'rtoqlar, sinfdoshlar bo'lgan. Xorazmdan bolalar bor, Jizzaxdan bolalar bor. Shu telefonlashib, hali ham xabarlashib nima qilib turamiz. Bizning sinfdan hozir shu sinfdoshlarning ichida bitta men chiqqanman, san'atkor. Ilk mualliflik qo'shig'ining yozilishi. Men birinchi marta qo'shiq yozdirganim shu 96-yili radioga kelib qo'shiq yozdirganmiz. Bu paytda radioda faoliyat yuritadigan Abdumalik aka Nabiyev degan ustoz bo'lardilar. Shu Abdumalik aka Nabiyev bizga taklif qilganlar, shu radioga tashrif buyurganmiz o'shanda. Keyin o'sha mahalda yana bizga bir yordam bergan inson, hozir familiyalari esimda, Abdurashid aka degan inson bo'lardilar. Shu odam bizani kutib olib, shu badiiy kengashga olib kirib, shu qo'shig'imizni badiiy kengashlardan o'tkazib, yozishga bizga ruxsatnoma bergan shu ustoz Abdurashid aka degan inson bo'lardilar. Alloh rahmat qilsin. Shu Ko'rinmaysiz degan birinchi men o'zimning mualliflik qo'shig'im yozilgan. 96-yili shu qo'shig'imiz radioda ketganda oila a'zolarimiz, ota-onam juda ham xursand bo'lishgan. Shu bizga yo'l yo'riq ko'rsatgan ustozlarni duo qilishgan albatta. Bolalik sog'inchi.
albatta endi bolaligi sog'inmaydigan inson bo'lmasa kerak menimcha. Endi inson zotida shunaqa ekanki, ko'p narsani shu o'tib ketgandan keyin qadriga yetar ekanmiz. O'sha paytda endi qadriga yetmas ekanmizni bilmayman endi. Bolalikda katta bo'lishni orzu qilar ekansiz, katta bo'lgandan keyin bolalikni sog'inar ekansiz. Inson shunaqa ekanda. Albatta endi shu bolalik sog'inchi bo'lganda endi ko'proq shu albatta onamiz, shu do'stlarimiz oldiga boramiz, albatta yig'ilamiz, shu bolalikni eslaymiz. Qaytadan yana o'sha paytlarni eslab, yana bir shijoatga to'lib, yana ijodlar qilamiz o'zimizcha. Bolalik haqida bir niyatim bor, bir qo'shiq aytish, xudo xolasa aytamiz. Menda bir shunaqa odat borki, masalan, ona vatan to'g'risida bo'ladimi yo ota-ona haqida bo'ladimi, qanaqadir bir o'zgacha shu so'z qidiraman. Shu meni qo'limga tushgan she'rlar ham ko'pi shu ashula bo'lib ketavermaydi. Ancha so'zgacha injiroq odatim bor. Birinchi shu ona to'g'risida o'sha qo'shiq qilganim, elimiz sevgan shoirimiz Mahmud Toyir so'zlariga bastaladim. Endi shu qo'shiq so'zi ham bir o'zgacha meni hayajonlantirgan. So'zi endi shunaqaki: men tug'ildim, g'oz-g'oz yurdim, joning tikding so'zim uchun. Kech so'rarman ona uzr, yashadingmi o'zing uchun degan so'zlar bilan boshlanardi. Bu birinchi marta bu shoirimizni she'rlariga murojaat qilishim. Shu shoirimiz kitoblari meni qo'limga kelib qolgan. Shu Baxt deb nomlangan. Shu she'rlarni qo'shiq qilganman. Bir tadbirda ijro etganimizda shu o'zlariga ma'qul keldi shu qo'shiqda. Shu ona haqidagi she'rni shu tadbirda o'qib qoldilar. Keyin menga shu yoqib qoldi. Keyin so'radim. Bitta varroqqa ko'chirib qo'ygan nimalari tayyor ekanmi? Shatda. Shunda oldilar, meni qo'limga berdilar shuni. Shuni yana qo'shiq qilib o'zlarining e'tiborlariga havola qildik. Birinchi u qo'shig'imiz ham ma'qul bo'ldi. Shu efirda boshqa nimalarda ketdi. Xalqimiz ham yaxshi baho berishdi. Qo'lda sozi bilan. Endi men borgan joyimda iloji boricha shu tor sozini olib yurishga harakat qilaman endi. Hozir qo'limizdan kelgancha bir jonli ijro qilib beramiz. Hozirgi endi ijro etadigan qo'shig'imiz o'zimiz mualliflik qo'shiqlarimizdan. Shu ona yurt madhingni kuylay deb nomlanadi. Ona yurt madhingni kuylay, shavkatim shonim o'zing. Shavkatim shonim nadur, tandagi jonim o'zing. Ulg'ayib bag'ringda o'sdim, guldiyor ta'zim senga. Dilda imonim butundur, jo'sh urar qonim o'zing. Dilda imonim butundur, jo'sh urar qonim o'zing. Dağların cennet mekandır, tağların osman öper. Güllegen bağı çemenzar, nurlu bustanım o'zing. Necha ming shoir g'azal xon, sha'niga she'rlar bitur. Necha ming she'ru g'azal, dilda dostonim o'zing. Necha ming she'ru g'azal, dilda dostonim o'zing. Necha yil qadding bukildi, toptadi qattal g'anim. Ohlaring ko'ksingni tildi, o'rtanib yondi taning.
bas yeter qaddingni tek tut, keldi hur azad zaman. Ey aziz ona diyorim, O'zbekistonum o'zing. Ey aziz ona diyorim, O'zbekistonum o'zing. O'zbekistonum o'zing. O'zbekistonum o'zing. Qalbdan tilga ko'chgan tilaklar. Tansihatli, xotirjamlik bo'lsin. Hamisha o'ylagan niyatlariga yetishsin. Albatta yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Tinch bo'lsa albatta muxlislar ko'proq qo'shiq eshitishadi. Yaxshi kunlari ko'p bo'ladi. Biz o'sha yaxshi kunlarda ko'proq xizmatda bo'laylik qo'limizdan kelganicha. Mahalla radio kanaliga ham albatta o'zimizni minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Bizni shu dasturga taklif qilganinglar uchun albatta rahmat. Biz ham albatta sizlarning muxlislari bo'lib qolamiz. Muhtaram tinglovchilar, eslatib o'tamiz, tinglaganingiz Manzur Nafas xonanda Bahodir Qo'rg'onboyev suhbati edi. Shuning bilan navbatdagi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Ehtirom ila eshittirish ijodkorlari jurnalist Ra'no Muhammedova, rejissyor Navro'z Toshmatov, ovoz operatori Gulnoza Odilova hamda boshlovchi Ma'murjon Abdiyev. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.